Assalomu alaykum aziz mebel kuzatuvchilari. Navbatdagi zakazlarimizni Surxondaryo viloyatiga tayyorlab berdik. Bunimiz 6 kishilik bo'ladi. 76 ga 152 arenda biznesi uchun mo'ljallangani. Mana bu stolimizga keladigan bo'lsak, medalyon fason bo'ldi. Tugmalarni o'zidan Chester fason qilib tikib berganmiz. Gubkalari juda ham qalin, fanerlari profilda ichida turadi, uncha-munchaga yirtilib ketmaydi. Svarkalarga keladigan bo'lsak, to'ralar tarafiga ham svarka quyilgan. Mana bunday charxlashlarni ham ko'rasizlar, xuddi profil ulangani bilinmaydi umuman. Gubkalari juda ham qalin. Kraskalari tilla shagran kraskada bo'lgan, o'chmaydigan, ko'chmaydigan kraska. Bunimiz 10 kishilik variant bo'ladi. Xon taxtasi sal noodatiroq tayyorlab berganmiz. 4 burchak, yoniga 3 ta, oldiga 2 ta, bu oldiga ham 2 ta qo'yasizlar. O'tirganda xalaqit qilmaydi, oyoqlari ichkariga qo'yilgan. Bemalol ishlatsa bo'laveradi 10 kishilik qilib. Bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi dumaloq variantda tayyorlab berganmiz. 10 kishilik qilib qo'yilgan, 150 ga doira xon taxtalari. 12 kishilik qilib ham ishlatsa bo'laveradi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli stol-stullar kerak bo'ladigan bo'lsa, Aziz Mebelga bemalol murojaat qilaverasizlar.